Rezinka qani voy? Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Keling. Aka bitta gilam bor edi. Olib qolasizmi? Ko'chadan gilam olmaymiz aka. O'zi gilam sotamiz-ku. Aka, bu boshqacha gilam. Необычный. Dodam shunaqa antikvar narsalarga qiziqardi. Chexiyadanmi, qayerdandir olib kelganlar. Olib qolaman, to'g'ri tushuning. Aka, to'xtang, siz bitta ko'ring bu gilamni. Qarang, mana. Tikilishlarini ko'ryapsizmi buni? Gullarni ko'ryapsiz, mana buni. Qarang, har xilda qilib tikkan. Shart bilan olib qolaman, faqat boshiga pul bering, sotilsagina pulni olasiz. Agar sotilsa, albatta aloqaga chiqamiz. Halolligingizga ishondim. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Qani, begim mana ol. Ha. Aloqaga chiqamiz, aka. Azimov bo'pti. Voy, erta voqli chiqarsiz, mol chiqadi. Voy, yeli. Bor uyda uxlaysan endi. Voy, boraqa. Erta voqliga mol keladi. Davay. Kal tashab ketding-a? Bo'pti. Выгните свой пешемеши ночь. Toplaring. Pul kerak bo'lsa. Gilam qani? Gapir! Aka, gilamni mablaga berib yuboring. Gilam sotib oldim. Kimga sotdingiz? Nimaga menga aytmadingiz? Kimga sotding gilamni? Oddiy xaridor. Aydisi bor, rasrochka olgan. San qol, qolganlar ketdik. Qatdan uchiradi buni? Vaqt. O'lib qoldi-ku. Есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином и в жизни видел. Alo. Begi sur, Toshkentdan chiqib ket. Ipodrom qo'yilib chiqib ket. Nimaga aka? Chiqib ket degandaga chiqib ketsen-chi. Hop. Qo'limni tishlab oldi. Endi gapir. Nimaga? Ular mana do'konimga kelib, menga pichoq o'qtalyapti. Aka, dadam tarixchi bo'lganlar, kolleksiyalar yig'ib yurgan. O'sha gilamni qayerdan kelganini ham bilmayman. Dadam olamdan o'tganidan keyin o'sha gilam chang bosib yotdi, keraksiz bo'ldi. Men student bo'lsam, menga nima kerak? Pul kerak. Sotganimni mana shu yerga olib keldim. Mana shu studentliging shunaqa boshimga balo bo'ldi. Aka, rostdan gilamni sotib yordingizmi? Dodang oddiy gilam bo'lmagan. Bu nima deganingiz? U oddiy gilam emas, to'xtab turasiz. Ochib tur. Xo'p, xaridor har doim sentr bo'ladi. Yangi sentr bu gul. Raqam 19. Sanam ko'rdingmi? Ha. Bu xarita. Xarita nimaga boradi? Xazinaga. Amir Olimxonning xazinalarimi?
amir emas, xonni o'zi qilmagan. Tushunib tur. Alo. gilam qayerda? Men u gilam yo'q bordim. aka, Eshiting degan umiddaman. Agar yigitga bir narsa qiladigan bo'lsang, sen qidirgan narsangni umuman topolmaysan. Men Toshkentni yaxshi bilishini bilmas ekansan. Mensiz xaritaga senga yo'l yo'q. Dodang kimligini bilgan yotdimi? Davay aka.